Buni ishlashini bitta ko'ringlar. Davlenasini qaranglar zo'rligini. Endi mo'ykadan keyin uy sharoitida o'zingizlarning mashinalarni mazza qilib quritasizlar. Narxi hamyonbop bo'lgan, davlenasi kuchli bo'lgan Maxshine turbo sushkasi yana sotuvga keldi. Undan tashqari Maxshine brendining boshqa mahsulotlari do'konimizga sotuvga keldi. Birin-ketin sizlarga tanishtiraman. Birinchi o'rinda detailing okalarimiz uchun dumaloq usulini ko'rsatmoqchiman. O'rindiqlar juda ham yumshoq, baland, past bo'ladi. Ish qurollarini shu yerga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari to'rtburchak usuli ham bor. Tepadagi roligini ko'rasizlar, bu alohida chiqadi. O'tiradigan joylari yumshoq, tortmalari bor, joni baquvvat. O'zbekistondagi detailing usulidan eng zo'r, eng qiroli mana shular bo'ladi. Teleshkamiz ham keldi. Detailingchilar uchun maxsus arava hisoblanadi. Mana shunaqa ishqilollarni qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Ishxonalarga ham chiroy ko'rib beradi. Ularning chiroyli sifatli bitishida yordam beradigan maxsus teleshka. Maxsus eksentrik hamda rotor apparatlari O'zbekistondagi eng zo'r podrochniy apparatlar hisoblanadi. Yana do'konimizga sotuvga keldi. Undan tashqari mo'yka sohasiga kerak bo'ladigan pena bachoka uy sharoitida shampunlarni tayyorlab olib, kachat qilib ishlatsanglar bo'ladi. Pena sep beradi. Himchiskachilar uchun shunaqa kistlari kelgan. Tabiiy hamda sintetik dizaynini qaranglar buni. Bu tabiiy kista, bu sintetik kista. Joni juda ham baquvvat. Ichidan 3 ta chiqadigan maxsus glinasi. Pochkasini olsanglar sizlarga arzon chiqadi, xohlasanglar donalab ham sotamiz. Balonlarni tozalab berishda joni baquvvat, tez chochilib ketmaydigan shunaqa balon tozalaydigan cho'tkasi ham keldi. Shuni birinchi, ikkinchi, uchinchi etap uchun maxsus kruglarni olib keldik. Ham 125, ham 150 razmerlari. Kimiyalarni sepishda kerak bo'ladigan maxsus triggeri. Yengil olib keldik sizlar uchun. Mo'yka qilayotganingizda dizaynini qaranglar buni. Sovg'a o'rnida bersanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli qadoqlarda. Mo'yka uchun maxsus pistolet, karcherilarga ulab qo'yib ishlatasizlar. Ixcham, ishlash uchun juda ham udobniy, maxsus regirovkalari bor. Karcher shilankasini ulab, ham shampun sepishda, ham chayishda ishlatasiz. Maxsus nasatkalari o'zida joylashganiga e'tibor berasizlar. Olasizlar, chayish ishlarida shundoq qistirib ishlatiraverasizlar. Ko'rasizlar? Maxshine sizlar kutayotgan va sizlar uchun yengil bo'lgan mahsulotlari va ko'pchilik kutayotgan turbo sushkasi yana do'konimizga sotuvga keldi. Bizga aloqaga chiqinglar. Optimchi mijozlarimiz ushbu mahsulotlar sizlarni kutyapti. Zakazinglarni yozinglar.